Shoshilinch, O'zbekistonda pensiya yoshi o'zgardi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklar kengroq tarqalishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Shoshmang, bu yolg'on emas, bu asl haqiqat. Ko'rib turganingiz, osilib qolgan qorinni hozir bir zumda hech qanday operatsiyalarsiz ketkazishni yo'lini o'rgataman. Buni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz va shokka tushib qolishingiz mumkin. Ko'rib turgan narsangiz bu original Columbia lateks korsetlarimiz. Sizlarga buni e'tiboringizga havola etayotganimning sababi hech qanday operatsiya, millionlab pullar sarflamasdan bor yo'g'i arzon va bir necha so'm evaziga shu korsetni buyurtma qilib olishingiz mumkin. Natijasini o'z ko'zingiz bilan videorolikda ko'rib turibsiz. Xuddi mana shunaqa natijaga erishishni xohlasangiz, hoziroq Columbia original lateks korsetlarimizni bizga murojaat qilib buyurtma qilishingiz mumkin. Qayerdan murojaat qilay deb savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Albatta, bizni raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa biz bilan Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Yana bir necha suratlari va qanday ko'rinishda bo'lishlarini, ya'ni real yana rasmlarni tashlab beramiz. Bizni Columbia original lateks korsetlarimizning sifatiga 100% kafolat beramiz. Korsetlarimizni bemalol bir necha yil davomida taqishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz xohlagan natijaga erishguningizgacha taqib yursangiz bo'ladi. Korsetlarimiz suvga chidamli, kir mashinada yuvsangiz ham bemalol sifatini aslo yo'qotmaydi. Sizlarga hoziroq buyurtma qilishingiz uchun ajoyib taklif berdim deb o'ylayman. Biz bilan 94 955 47 97 raqamlarimizga murojaat qilib bog'lanishingiz mumkin. Amaldagi qonunchilikka muvofiq erkaklar 60, ayollar 55 yoshga to'lganda kamida 7 yillik mehnat stajiga ega bo'lsa, ularga yoshga doir pensiya tayinlanishi belgilab qo'yilgan. Fuqarolar agar talab qilingan ish stajiga ega bo'lmasa, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga nafaqa tayinlanadi. Bunda ayollar 60, erkaklar 65 yoshdan, undan tashqari nogironligi bor bolalarni parvarishlagan onalarga imtiyoz tariqasida 55 yoshdan yoshga doir pensiyaga chiqadi. Ushbu nafaqa inson omilisiz tayinlanadi. Uni tayinlash uchun fuqarolar davlat xizmatlari markazlari, inson markazlariga yoki o'zlari yashayotgan mahallalaridagi ijtimoiy xodimlarga murojaat qiladi. Ushbu nafaqaning miqdori bugungi kunda 745 ming so'm deb qat'iy belgilangan. Nafaqalarni tayinlash to'liq avtomatlashtirilgan. Unda fuqarolarning murojaatlari yagona ijtimoiy himoya axborot tizimi orqali vazirlik va idoralarning axborot tizimimizga yuborilgan so'rov orqali nafaqa tayinlash yoki rad etilish bo'yicha qaror qabul qilinadi deyiladi xabarda.